O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasida Podshoh Abdulloh II nomidagi Jahon dinlari hamjihatlik haftaligi 2025 mukofotini topshirish marosimi o'tkazildi. Ta'kidlash o'rinliki, mukofot 2010-yil 23-sentyabrda Iordaniya qiroli Abdulloh II tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 65-sessiyasida ta'sis etilgan Jahon dinlari hamjihatlik haftaligi g'olibiga beriladi. Dastlabki reportaj ushbu yutuqni topshirish marosimidan tayyorlangan. Jahon dinlararo hamjihatlik haftaligi har yili fevral oyining birinchi haftasida butun dunyo miqyosida tashkil etiladi. Joriy yilda mazkur haftalik doirasida 1300 dan ortiq tadbirlar o'tkazildi. Xususan O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasi dinshunoslik va jahon dinlarini qiyosiy o'rganish UNESCO kafedrasi tomonidan joriy yilning 4-8 fevral kunlari insoniy birodarlik va dinlararo muloqot, xalqaro hamjihatlik omili shiori ostida ilmiy, madaniy va sport tadbirlari yuqori saviyada tashkil etildi. Ushbu sa'y-harakatlar samarasi o'laroq akademiyada o'tkazilgan mazkur haftalik Podshoh Abdulloh II nomidagi xalqaro mukofotga loyiq deb topildi. Bu mukofot Iordaniya Hoshimiylar qirolligi podshohi Abdulloh II tomonidan 2016-yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti alohida taklif bilan va Birlashgan Millatlar Tashkilotining rezolyutsiyasi asosida qabul qilingan mukofot hisoblanadi. Va bu mukofot mana bugun dunyoning 10 dan ortiq davlatlarida qo'lga kiritilgan va mana shu nufuzli ro'yxatga bugun O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasi ham kiritilgani juda ham bir sharafli. Tadbirda Iordaniyaning mamlakatimizdagi elchisi Demiya Zuhayr Haddod so'zga chiqib, mazkur yutuq O'zbekistonning dinlararo muloqot va bag'rikenglik borasidagi davlat siyosatining xalqaro darajada e'tirofi ekanligini qayd etdi. Men bu yerga Iordaniya Hoshimiylari podshohi Abdulloh II nomidagi mukofotni dinshunoslik va jahon dinlarini qiyosiy o'rganish UNESCO kafedrasi vakillariga topshirgani kelganimdan bag'oyat xursandman. Nufuzli tanlovdagi faol ishtirok uchun akademiya rahbariyatiga tashakkur aytaman. Bu yutuq faqatgina Islomshunoslik akademiyasining emas, balki butun O'zbekistonning yutug'idir. Chunki yurtingizda diniy ma'rifiy, millatlararo totuvlik bo'yicha qilinayotgan ishlar dunyo e'tirofida. Shunday qilib, janob elchi Islomshunoslik akademiyasi rektori Muzaffar Komilovga Podshoh Abdulloh II nomidagi xalqaro dinlararo hamjihatlik haftaligi mukofotini tantanali tarzda topshirdi.